Грузия Рекордс, мелодия в сердце, звук наших душ в каждом аккорде. Друзья Рекордс, Рекордс. Грузия! Грузия Рекордс. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar, Друзья Records yana sizning xonadoningizda. Приветствуем вас, друзья! Сегодня мы для вас приготовили плейлист с легким налетом ретро и не только. Позвольте этим песням стать идеальным фоном для вашего настроения. Итак, у нас в гостях солист группы Байрам Акмал Мамедов. Albatta va istedodli xalqimizning sevimli san'atkori Nargizni taklif qilganmiz azizlar. Demak, biz boshladik. Ko'zlarini suzib menga qarasa, ro'molini hilpillatib kulib o'ynasa, oydan go'zal, kundan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Oydan go'zal, kundan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Lola yugildora muqaddas, ko'z qilib kiyibsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas. Qoshlariga taram uzma yarashar, hamma o'zbek yigitlari sizga qarashar. Oydan go'zal, kundan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Oydan go'zal, kundan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Lola-yu dildora muqaddas, ko'z qilib kiyibsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas. Sochlarini bellariga yoyib tarasa, oq yuragim ado bo'ldi menga qarasa. Oydan go'zal, kundan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Oydan go'zal, kundan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Lola-yu dildora muqaddas, ko'z qilib kiyibsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas. Lola-yu dildora muqaddas, ko'z qilib kiyibsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola-yu dildora muqaddas.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Встречайте, у нас в гостях солист группы Байрам Акмаль Мамедов. Здравствуйте. Здравствуйте. Rada вас видеть. Rahmat. Juda ham xursandmiz. Men ham juda ham xursandman shu ko'rsatuvda ishtirok etganimdan. Сегодня вы споете наши любимые песни, хиты. Мы надеемся на это. Обязательно. Kayfiyatlar qalay, Akmal aka? Kayfiyatli a'lo, Yaxshimi? har doimgidek bayram oling kayfiyat. Chunki siz bu ko'rsatuvga kelmasangiz bo'lmasdi, chunki baribir ham bizning muxlislarimiz o'sha ko'pgina o'zigini yaxshi ko'rgan san'atkorlarni, o'sha yaxshi ko'rgan qo'shiqlarini tinglab, eshitib mazza qilishadi va bugun sizni bu yerda ko'rib turganimizdan xursandmiz aka. Rahmat. Shuncha e'tiboringiz uchun Sog' bo'ling. kattakon rahmat sizlarga. Вы знаете, наверное, телезрители не знают одного факта. Я сама об этом узнала недавно. Мы знаем, что у Акмаляка замечательное количество хитов, можно сказать, в истории группы. А также он прекрасно поет, но еще он является экспертом по вокальному искусству и ораторскому. Если я знаю, и это у вас необычная методика, да? А в чем ее Вы особенность? совершенно правы, Шахло. Я помимо профессиональной вокальной деятельности, то, что я выступаю на сценах, я еще преподаю. Постановка голоса, там же и входит как бы преподношение голоса. Именно не просто, вот, например, академическое преподавание чистили, как все преподают, если так простыми словами. Они как преподают в ноты попадать. Просто чтобы в ноты попадали, брали Да. какую-то высокую ноту. А опять же моя методика, как в ноты попадать. Само преподношение звука, преподношение опять же голоса в виде эмоционального состояния. Это получается, мы как бы говорим, когда мы говорим, на самом деле мы поем. Вот здесь мне сложно Если- поверить, как это. Это я сейчас не просто говорю, я оказывается Вот пою. смотрите, интонационно, когда вы говорите, вот тоже, я не просто говорю, а я пою. Вы просто ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Видите, вы вот как. опять же попадаете в высоту определенной ноты. Берете определенную высоту. Но если взять там ноту бойча тур келadigan bo'lsa, и получается, многие люди, вот именно мое обучение, моя методика, научить людей чувствовать, как они говорят, и контролировать свой голос и свое поведение. Помимо голоса, мы, опять же, преподносим дополнительно свои жесты. Фердавс, вы тоже профессиональный Да. ведущий, вот вы ведущий, тоже профессиональный певец. Siz ham bilasiz, sahnada har bitta san'atkor ovozidan tashqari ko'rsatib berish kerak har bitta harakatini. Да. Usiz bo'lmaydi. So'ziga. Да, и здесь получается как бы правильное преподношение. То, что голос – это упаковка. А как вы упаковали – это уже эмоции. Juda zo'r. Akmal aka, mana ko'rsatuvimiz boshlanmoqda. O'ylaymizki, muxlislarimiz hozir sizdan o'sha siz yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni kutishyapti. Demak, biz boshlaymiz. Marhamat. Marhamat. Davrida shoh o'ynagan kun senga hech ko'z tegmasin. Lali labli ul go'zal kun senga hech ko'z tegmasin. Qalbim o'rtab yondirgan kun senga hech ko'z tegmasin. Mayda sochli gul jamol kun senga hech ko'z tegmasin. Sanam go'zal dillanib o'ynagin. Taram sochlar dillarga yoyilgan. Sanam go'zal dillanib o'ynagin. Taram sochlar dillarga yoyilgan. Lola yuzli oxir ko'zgin senga hech ko'z tegmasin. Ey parivash oyuzuho senga hech ko'z tegmasin. Shaydo etgan begunoh kun senga hech ko'z tegmasin. Kim bilar bu dilrabo kun senga hech ko'z tegmasin. Sanam go'zal dillanib o'ynagin. Taram sochlar dillarga yoyilgan. Sanam go'zal dillanib o'ynagin.
Julalanib bo'ynaga taram taram sochlar bellariga yoyilgan sanam sanam go'zal Julalanib bo'ynaga taram taram sochlar bellariga yoyilgan Akmal aka gap yo'q. Rahmat, Akmal rahmat. Mamedov, Juda maza Gruppa Bayram. qilyapmiz. Yoshinglar ham eslayapti, yangi qo'shiqlar ham haqiqatan juda ham yaxshi. Akmal aka shu bayram haqida men so'ramoqchi edim. Chunki men o'zim ko'p marta birga sahnada chiqqanmiz, o'sha Navruz bayramlarida, mustaqillik bayramlarida birgalikda ko'p kuylaganmiz. Bayram nechinchi yil tashkil etilgan? Esimda bor, Turkiston saroyining yozgi binosida o'sha kiyimlar bo'lardi. 4 ta o'yinlar etardinglar. O'shada biz ham chiqqanmiz. 97-98-yil edi bu. Necha yil bo'ldi bayram? Bayram guruhi tuzilganiga 1994-yil tuzilgan. Boshidan borsiz, ha? Yo'q, men O'sha aytaman, 96-yildan keyin boshidan bor, как бы kadr ortida. Da, men chunki bilardim-da, siz birga ijod bo'lganda, bular ham ijoddan xabardor bo'lardim, keyin o'z boshqa gruppam bo'lardi. Keyin oxiri bizga o'tgan deb shu 96dan keyin 97 уже как бы официально o'tib 97-yildan beri Alpomish saroyida ham chiqishardi. O'sha nechinchi yil tashkil Bu etilgan? 94-yil. 94-yil. Alpomish saroyida birinchi o'zi tarkib ham mana Firdavs siz bilasiz, ko'p Shahlo siz ham bilasiz, ijod ko'p konsertlarni ham o'zingiz olib borgansiz. Xullas tarkib ham o'zgargan. Shu bu bayram tashkil etgan boshidan beri hozirgi kunda, endi hozirgi kun keladigan bo'lsak, o'zim men bilan Doniyor akam muzikantlar shu qolganmiz. Shuni birinchi tarkibidan. Yaxshi, juda ham o'sha paytlar qo'shiqlar ham, umuman hozirgi paytda ham juda ham. Hozirgi endi rejalar qanaqa? Malaka hozir yangi qo'shiq ustida ishlayapsizmi? Yangi qo'shiq hozir endi katta bo'lganingizdan keyin yangi qo'shiq ham для души deydi-yu. O'zingiz uchun masalan yoqqan qo'shiqlarni ijro etasiz, masalan yozganda, lekin baribir ham tadbirlarga borganingizda bizadan o'sha eski qo'shiqlarni so'raydi. Biz yoshlikka qolgan qo'shiqni so'raydi. Yoshligimizga qaytaylik, shu qo'shiqlaringizni eshitib deydi. Как бы уже biz retro anaqasi yo'q, boshdan remixlar qilibsiz hozir, mana popurilar qilibsiz, o'sha ashulalar baribir yangi yo'nalishda qilingan baribir ham. Shunaqa. Ну, я думаю, что эти песни все актуальны, и, что удивительно, сегодня даже маленькое поколение слушает эти ретро-песни. Да. Что ж, у вас есть прекрасная возможность сказать своим, ну и поклонникам телеканала «Dunyo bo'ylab» пожелания. Ну, дорогие друзья, желаю вам хорошего настроения вместе вот с моими соведущими Фирдавс, очаровательный Шахло. Желаю вам всегда праздничного, хорошего настроения. Смотрите всегда такие красивые программы на телеканале Dunyo bo'ylab. Kattakon rahmat Akmal aka tashrif uchun. O'ylaymanki, ijodingiz hali juda ham ko'p yillar muxlislaringizni xursand qilib, yaxshi qo'shiqlar yaratib va yana ko'p marta Duruzar akasiga kelib turadi, bizani xursand qilib turasiz. Tashrifingiz uchun sizga kattakon rahmat, ishlaringizga omad. Sizlar ham sog' bo'linglar, xursandman ko'rishgandan. Rahmat. Kelib turing Duruzar akasiga. So'zlarim yolg'on emas deb menga ayt. Sevmasang bu so'zlaringdan qayt. Jamolingni ko'rsam ham, sevishingni bilsam ham, yuragim ham endi javob bermas. Ayt, nega erkalanib sevdim deding ayt. O'zgalarga nozlanib sensiz shu payt. Endi seni sevmayman, yolg'izsan demayman. Endi so'zlaringga ishonch. Chaqchamalak sochon,
Chevardir o'zi berar, har kim qalbini bilar. Men shunday sevib qolganman. Bilmadim kimlar kular, yuragim shunday yurar, telbalarcha sevgimdan. Bilganingdek bo'la qolay, tafting tut yonay yonay, joy olay seni ko'nglingdan. Joy olay seni ko'nglingdan. Oh, bag'ringga bos, faqat bir marta bo'lmasin xolos. Jimsin dunyolar mana sevgimdan, har kun shunday sevgin iltimos. Oh, bos, bag'ringga bos, faqat bir marta bo'lmasin xolos. Jimsin dunyolar bizni sevgidan, sen menga men senga yaralgan izmos. Kim o'zing, sen uchun men sen uchun. Bir menda bo'lsin ko'zing, va'dalar bergan o'zing, qandayin sevmagin nechun. Bilmadim kimlar kular, yuragim shunday yurar, telbalarcha sevgimdan. Bilganingdek bo'la qolay, tafting tut yonay yonay, joy olay seni ko'nglingdan. Joy olay seni ko'nglingdan. Oh, bag'ringga bos, faqat bir marta bo'lmasin xolos. Jimsin dunyolar mana sevgimdan, har kun shunday sevgin iltimos. Oh, bos, bag'ringga bos, faqat bir marta bo'lmasin xolos. Jimsin dunyolar bizni sevgidan, sen menga men senga yaralgan izmos. Bugungi mehmonimiz xalqimizning sevimli san'atkori Nargisxon. Nargis, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Taklif uchun juda ham xursand bo'ldim. Men o'zi sizlarni muxlisinglarman. Sizlarni ko'rishga keldim. Rahmat. Sizni ko'rib turgandan juda ham xursandmiz, Druziya Rekordsda. Chunki bu ko'rsatuvda faqat yaqin do'stlarimiz, o'zimizning shu qadrdonlarimizni kelib shu muxlislarni xursand qilishmoqda va sizni bu yerda ko'rganimdan juda ham xursandman. Rahmat Firdavs. Men o'ylayman, shu bizni tomosha qilayotgan muxlislar, teletomoshabinlar, sizlarni ko'rsatuvlarni kuzatib borayotgan tomoshabinlarni ayni vaqtda kutgan ko'rsatuvi deb o'ylayman buni. Rahmat. Chunki qanaqadir men o'zimning fikrim shu mendan oldingi san'atkorlarni chiqib shunaqa qo'shiqlar aytishini ko'rib ancha orqaga retro bo'lib orqaga qaytdi-da xayollarim. Shu mana bu dekoratsiyalar shunga olib bordi. Keyin sizlar shunaqa chiroyli savollar beryapsizlar. Arxiv deydi-yu, uni tarixini kovlab savollar berib shunaqa mazza qildim-da. Bu ko'rsatuv kutilgan ko'rsatuv. Rahmat. Спасибо. Sağ olun. Знаете, вот у меня тоже есть один к вам вопрос. В какой-то момент я вас увидела по телеэкрану не как певицу, а как свою коллегу, телеведущую. Да. И у меня возник вопрос, неужели певица Наргиз теперь полностью перейдет на телевидение и не будет петь? Или это что это? Или просто талантливый человек, талантлив во всем? Yaxshi olib boryaptilar, lekin men ko'rdim. Да. Men birinchidan sizlarga hamkasb bo'lganim o'zi siz shunaqa deb aytyapsiz, xursandman agar o'zingizga tenglashtirgan bo'lsangiz. Chunki men hech qachon buni tajriba ham qilib ko'rmaganman, shunaqa boshlovchi bo'laman deb. Lekin serqirra bo'lish kerak, Firdavs san'atkor. Biz endi Toshkent san'at oliygohi oldingi nomi shunaqa edi. Men Uyg'ur nomidagi san'at oliygohini musiqali drama bo'limini bitirganmiz. Ham aktrisa, ham qo'shiqchi. Shuning uchun aktrisa bo'lgandan keyin bu har qanaqa sharoitdan kelib chiqib, o'sha davrani muloqotda bo'lib. Ha, hali ochilmagan qirralar, dublyajlarda hali o'zimni sinamoqchiman. Multiplikatsiya deydi-yu, multfilmlarga ovoz berish niyatlarim bor. Наргиз, а какая ваша песня является вашей визитной карточкой?
man endi ancha yil bo'lgan ijod boshlaganimga, lekin o'sha davrda ilk bor chiqqan shu 18 yoshmidi? yo'q, 18 ga kirmagan kim bormi? U ham bor edi. Undan keyin Ha, yozgan. undan keyin. Sevgimni yozganman birinchi. Ha. Sevgim, jonimsan sevgim. Ha, zo'r edi. Да, Bu, я ее Sultonali Rahmatov kompozitorimiz, ajoyib ustozimizni musiqalari bilan yozilgan qo'shiq Doniyor Mirzo she'ri. Shu meni birinchi qo'shig'im bo'lgan. U paytda meni prodyuserim bor edi, birga ishlaganmiz va juda ham ko'p ekran orqali, televideniya Qo'shiq orqali chiqqan. aylantirishgan. Да, и мне кажется, она kliplarini. взлетела, да, эта O'sha песня, paytda да? Nargizani o'sha tashrif qog'ozi deb o'ylashgan meni, sevgim degan qo'shiq. Keyinchalik Nargizga javob qo'shig'i yozganimdan keyin O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimov ustozimizni Nargiz qo'shiqlariga javob qo'shig'i ijro etganman. Shundan keyin endi 18 ham ommalashgan-ku. Aha, Nargiz. 18 yoshligiga ham. Dars uchun 18 ga kirmagan kim bor? Bu O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov so'zlari bilan U ham yaxshi chiqqan. Jahongir Otajonov musiqasi qarang. Ha, u ham zo'r chiqqan. Rosa aylangan. Jahongir Otajonov yaxshi qo'shiqlar yozadilar, menga ko'p tadbirlarda o'sha qo'shiqni aytib chiqqansiz, esimda bor. 18 ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor? Zo'r. Sen haqingda yozib tur satr. Sirdoshga bermagan kim bor? Ну, мне кажется, многие сейчас вспомнили и Зор, сказали, зор, ой, зор. да, это же наша любимая песня. Nargizaxon, muxlislaringiz bugun mazza qilishadi. Biz ko'rsatuvimizni boshlamoqdamiz va sizdan chiroyli shu xalqimiz sevgan yangi qo'shiqlardan marhamat, muxlislarimiz mazza qilishsin. Rahmat Firdavs, sizlarga ham katta rahmat taklif uchun. Chunki men o'zimni shu siz menga qo'ng'iroq qilganingizdan burun o'zimni imtihon qildimda. Hozir men muxlislarga kuzatayotganlarga nimani olib boraman? Ularning eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlari, yangisidan oldingi ijro etgan qo'shiqlarimdan deb saralab keldim. Marhamat. Marhamat. Men yuzi ko'z ko'ziga soyangiz tushgan Nargiz, ko'zim nigoron bo'lib hayolim uchgan Nargiz, go'yo topdim muhabbat gulshanidan bir maskan. O'sha men har kecha yor suratim quchgan Nargiz, oh hargiz xabar olmaysiz, hargiz xabar olmaysiz, hargiz. Gerçi gulzorda ko'pdir ziynat topgan lolalar, siz uchun guldan
nargiz. Akalakam o'ynasangchi ya dukalakam o'ynasangchi Akalakam o'ynasangchi ya dukalakam o'ynasangchi Yaqu yaqu yaqin yorim, vahu vahu vafodorim. Qabog'ing o'yma yorim, dilimni o'yma yorim. Jonimni o'ynasang ham yonimda o'yna yorim. Akalakam o'ynasangchi yo dukalakam o'ynasangchi. Akalakam o'ynasangchi yo dukalakam o'ynasangchi. Ko'zingni suzganingni, labingni burganingni, mendan boshqa ko'rmasin yalola yurganingni. Ko'zingni suzganingni, labingni burganingni, mendan boshqa ko'rmasin malol yurganingni. Akalakam o'ynasangchi yo dukalakam o'ynasangchi. Akalakam o'ynasangchi yo dukalakam o'ynasangchi. Yaqu yaqu yaqin yorim, vahu vahu vafodorim. Yaqu yaqu yaqin yorim, vahu vahu vafodorim. Qabog'ing o'yma yorim, dilimni o'yma yorim. Jonimni o'ynasang ham yonimda o'yna yorim. Akalakam o'ynasangchi ya dukalakam o'ynasangchi Akalakam o'ynasangchi ya dukalakam o'ynasangchi Qoyili, gap yo'q, gap yo'q. Bravo, Zaxon, juda ham Shakur. chiroyli qo'shiqlar, juda ham qo'shiqlar. Наргиза, вы знаете, я послушала ваши песни, но действительно, я получила огромное удовольствие. Но у меня вот такой к вам вопрос. Есть ли у вас какие-то сценические приметы? Может быть, у вас есть любимое платье, когда вы выступаете на нем, действительно это будет бурная овация? Может быть, есть у вас что-то, какие-то ритуалы перед выходом? Manda o'zi to'g'ri aytdingiz, bir narsadan ilhomlanib, odam ta'sirlanib chiqib, shu ochilib, sochilib qo'shiqni aytadi yoki bo'lmasam, hattoki studiyadan oldin ham bir uydagi holat yoki qayerda turgan bo'lsa, shu narsa ta'sir qiladi kayfiyat. To'g'ri. Qo'shiqni bitgunicha. Men imkon qadar doim mana endi kulib yura olmayman. Menda ham bo'ladi dunyo tashvishlari, lekin imkon qadar o'zimni kayfiyatimni ko'tarishga harakat qilaman. Mana shu yerda o'zim haqimda emas, Firdavs haqida gapirib ketsam, chunki biz birga ishlaganmiz ancha. Firdavsni aytaman-da. Bu Firdavsni ham jahli chiqarmikin? Biror marta men bu bilan shahlom bilan urushib qolarmikin bular? Bo'ladi, bo'lib turadi. Biz endi san'atkorlar sal jizzakroq, jahlimiz chiqib turadi, ko'p urushib ketib qolamiz. Keyin afsus qilamiz ba'zi bir gaplarga, lekin joyida juda ham jazavaga tushib ketgan paytlarimiz ham ko'p bo'lgan. Nuqul ko'piga Firdavs guvoh bo'lganlarda, ishxonalarda ayniqsa. Shu xarakterim bilan meni yaxshi ko'ruvchilar bor, ehtiyot bo'ladiganlar bor. Mazza-ku, mazza. Ehtiyot bo'ladiganlar ham bor. Noy Nargiz kelyapti deb. Yo, lekin men xohlardim hech kim mendan xafa bo'lmasligini. Albatta. Va chiroyli qo'shiqlar Imkoniyat borsa so'rab qo'yish kerak. Uzr so'rayman, kim o'sha vaqtida noto'g'ri tushungan bo'lsa. Aslida sizlar uchun edi hamma yaxshi narsalar. Yaxshi. Men yetkazib bera olmaganman, tushuntirib desam bo'ladi. Nargizani tanitgan, hali aytganimdek, Kamoliddin Rahimov ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston xalq artisti. Keyin Abdurauf Olimov ustozimizni chiroyli bitta qo'shiqlarini menga ruxsat so'rab aytganman, retro tarona. Bu qo'shiq ham juda ko'p ommaga taratdi, Turfa gullar qo'shig'i. Keyin menda shu ilk shu chiqayotgan paytlarimda qo'shiq aytib chiqish boshlaganimda men qo'limdan yetalagan ustozim ajoyib
yuzlab hit qo'shiqlarni muallifi Vodiy bulbuli deb o'zim ism qo'yib qo'yaman hozir. Otabek Muhammad Zohid ustozimiz mana bilan duet aytganlar. Ana shu duet taronasi ham juda ko'pchilikni yurakdan joy olgan va takror ustozlarimizga rahmat deyman. Otabek akamga ham umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Hozirgi rejalar qanaqa? Manda shu kunlarda to'g'risini aytsam, ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi bir o'zimni kanalimni ochsamda suhbat qilsam, tet suhbatlar, chiroyli mavzuda, bu ham oilaga bag'ishlangan mavzular. Maqsadim shu oilalarni mustahkamlab qolish, ajrimlarni kamayishiga yordam berish, qizlarimiz, ayollarimiz, onajonlarimizni o'zini baxtli ekanligini yana ham his qildirish. Mana shunaqa orzular. Да, это очень важная Yaxshi, миссия. nimaga? Это важная миссия. O'zim menga bir pulagat qilishdi, baloga YouTube'da qoldim ko'rsam oching, bir narsa shunaqa suhbat qiling deb, endi men buni o'ylamay turib, hiqiga qilsangiz, lekin yaxshi. Или вы можете вместе вдвоем тоже. Да. Taniqli ko'rinishdagi insonlarni san'atkorlarmi yoki aktyorlar, rassomlarmi, kim biladi, sportchilarmi, bularni shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir mavzuda bir suhbatlar olib borish, foydali ishlarni qilishi tezroq yetib boradi. Ko'rishadi. To'g'ri. O'shaning uchun To'g'ri. sizga ham shu takliflar bo'lgani bekorga emas. Ha. Buni qilishimiz kerak. Mani ishim emas u. Men qo'shiqchiman demaylik. Bu noto'g'ri narsa. Hayot bir marta beriladi. Shu tomosha qilayotgan insonlarni hech bo'lmasa bittasiga, 10tasiga, 100tasiga foydamiz yetgan bo'lsa, biz to'g'ri ish qilamiz. Tashrif buyurganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Rahmat. Juda xursand bo'ldik. Sog' bo'ling, uzoq bo'lsin. Majdurizlar aka, sizga tez kelib turing, biz hamisha xursandmiz. Va sizni bugun ko'rib turgan barcha muxlislaringizga o'zingizni iliq tilaklaringizni, qalbingizdagi bo'lgan so'zlaringizni ayting, marhamat. Men yuragimdan tilaydigan narsam onamga, farzandimga bo'lsa birinchisiga. Ota-onam, bolamga eng saralarni, eng samimiy, o'zimga ham dan ko'proq ularga yaxshilik tilasam, xuddi shunaqa tilaklar aytgan bo'lardim. Barcha insonlarga, o'sha qora ko'zlarga, uyingizda tinchlik bo'lsin. Eng muhimi kasal bo'lmanglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Birovga muhtoj bo'lmanglar, iloyim. Kayfiyatingiz doim yaxshi yursin, zo'r yursin. Gap pulda emas, kayfiyati zo'r yurishi. To'g'ri. O'zimizda. Keyin diydor. Bolalarni qo'lidan shu telefonlarni olib qo'yib, qanaqadir birga ovqatlanish kerak, to'kib chochib mayli. Birga xola, amma, tog'a, amakini ziyorat qilib yo hayotligida bo'lsa ham ko'rgani boraylik. Oqibatlar yo'qolmasin, iloyim. Shu O'zbekiston, o'zbek degan narsani ushab turish bizni qo'limizda. Ushab qolaylik o'zbekligimizda. Sog' bo'ling. Tashrif uchun yana kattakon rahmat. Azizlar, Duruzar akasida qolinglar. Nargiz xonimning mehmonimiz, omad hammalarga. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Indamaysan, gapirmaysan, bir so'z deging kelmaydi. Kalta ko'ylak kiyib chiqsam, hatto rashking kelmaydi. Indamaysan, gapirmaysan, bir so'z deging kelmaydi. Gulli ko'ylak kiyib chiqsam, hatto rashking kelmaydi. Bu qanaqasi, menga ayting bu nimasi? Ketmaydi anaqasi, javob bering bu nimasi? Bu qanaqasi, menga ayting bu nimasi? Ketmaydi anaqasi, javob bering bu nimasi? Xayolingiz Shakira, rostini ayting yo qo'shnimiz Madina. Chiroyli bo'laman bu tekstda men ham. Keyin izlab topolmaysiz jonginam. Rashkim yomon mana, sodda deb o'ylamang mana. Ishtaman deb aldab har kun topgan bo'lmang yana boshqani. Bu qanaqasi, menga ayting bu nimasi? Ketmaydi anaqasi, javob bering bu nimasi? Bu qanaqasi, menga ayting bu nimasi? Ketmaydi anaqasi, javob bering bu nimasi?
Rămân acasă, geamba perii, bună masă. Друзья, рекорд с мелодией в сердце, звук наших душ в каждом аккорде. Друзья.